Mana azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana bir bemorimizda zo'r natija. EKGlardan sirazi boshladim. EKGda mana o'tgan safar bu bemorimiz birinchi marta kelganda, mana 19-mayda kelganda EKGlarda xuddi infarktni belgisi bor edi. Juda qo'rqib bu bemorni lecheni yozib jo'natib yuborishga qo'rqib troponin A topshirtirgan edim. Troponin A'lari yaxshi chiqqan. Mana chizib ham ko'rsatib qo'yganman. Baland bo'lgan. Endi troponin A отрицательный chiqqandan keyin, ya'ni infarkt xavfi bo'lmagandan keyin bemorga lecheni yozib berganman. Bemorimiz mana plus minus qilib ichdimi ichmadim deb молодец, zo'r bemor ekan, tartib bilan chipdilar. Mana endi bu bugungi kelganlari. Mana ko'rapsizlarmi EKGning farqini? Mana bu joyda mana bunaqa ko'tarilish bo'lgan. O'sha mana bu joyda normallashyapti. Mana bu joyga e'tibor beringizlar. Ko'tarilib do'nglik, essiz zubirsa do'nglik paydo bo'lgan. O'sha yurak mana spokойныйlashyapti. Hozir bemorni o'zidan ham eshitamiz. Faqat yuzlarini videoga olmasliklarini so'raganligi uchun, ovozli videoga rahmat, rozi bo'lganliklari uchun ham hozir o'zlaridan eshitamiz. O'zingizda nima o'zgarish bo'ldi? O'zingizda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Qanday desam bo'ladi? Kelganda bir